Aleyküm assalom. Nima bo'ldi? Faqat yaxshi xabar ayt. Gapirsang-chi. Bu safargisini ham qiz deyishdi. Kel qizim. Oy bolam, o'zing bor. Qizni bergan o'g'ilni ham berar xudoyim. O'zi siz topgansiz shuni. Menga qara. Bugunoq hoziroq borib olib tashla. Shundaymi? Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Va alaykum. Tinchlikmi? Nimadir bo'ldi? Kelaverasan ekanda sen ham uyda o'tirsang bo'lmaydimi? Kelsam, onam oldiga kelyapman. Ovqat qilgandim. Shunga onam gelini olib kelgandim. Onam birinchi yesa, men ham xursand bo'laman-da, aka. Oyijon. Voy, kel bolam. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Yaxshi keldingmi? Nima qilib yuribsan bolam? Sizga ovqat olib kelgandim. Ovora bo'lma qilarding. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Nimadir bo'ldimi? Ha, keyin yana doktorga borsa, qizni o'tgan ekan. Akini jahli chiqib, hoziroq bugun ham oldirib tashlagin deb ketdi. Oldirib tasha? Akam shunaqa dedimi? Shunaqa dedi. Akamga ham tushunmayman-da. Qizmi, o'g'ilmi nima farqi bor? Baribir farzand-ku. Tushunmayapti-da shuni. Mayli, onajon, siz hech qachon siqilmang. Hammasi hali yaxshi bo'ladi. Sizga ovqat olib kelgandim, yeb olasizmi? Voy bolam, ovora bo'lma qilasan. Har doim menga ko'tarib chiqasan. Mehribonim. Siz akamga kerak bo'lmasangiz, menga keraksiz. O'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat jonim. Ey Xudo, men o'g'il bola bo'lib tug'ilmaganman. Ana oyimni ushmasdi. Mas chaqaloq o'g'il bola bo'lib tug'ilsa itmoqsan. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Yo'q ekanmi? Kelishmabdi. Men ham 1 soatdan beri o'tiribman. Bitta o'g'lim shu yerda ishlaydi. Ko'rgani kelganman. Meni ham senga o'xshagan 3 ta o'g'lim bor. Otaxonam o'g'illardan maqtanishni boshlading. Birortasi xabar olmaydi. Yaxshiyam Xudo bir qiz ato etgan ekan. Shu holimdan xabar olib turadi. Shu qizni bergan Allohga behisob shukr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ginekolog xonasi qayerda? Shu yoqdan 5-qa. Rahmat. Don mo'jizasi deydi ham bitta. Iya, keling. Kim keling?
turmush o'rtog'im. Assalomu alaykum. Keling, yaqinroq keling. Va alaykum assalom. Ertalab ayolingiz kelgandilar. Tekshirtirgandik, qiz ko'rsatdi. Oldiraman deb ketdilar. Texnika ham adashadi-de. Qayta tekshiruv qilgandik. O'g'il ko'rsatdi. O'g'il muborak bo'lsin. Rahmat. Lekin qiz bo'lsa yana ham yaxshi bo'lardi.